Hop, milliy sertifikatda bugun tushgan savollarni ba'zilarini tahlil qilib chiqamiz. Xo'sh, demak, bugungi savol DNKga oid savol tushdi. Har bir amino kislota oralig'i 0,1325 nanometr, 106 nanometr uzunlikdagi polipeptid sintezlangan informatsion renkani 3dan 1 qismini guanin tashkil etadi. Renka DNKni ikkinchi zanjirdan sintezlangan deyapti. Birinchi DNKdagi adeninlar soni 900 ta. Ya'ni DNKning birinchi zanjiridagi adeninlar soni 900 ta. Bu adeninlarning 60% tashkil etadi. Informatsion renkada o'sha UGA, ya'ni stop kodon aminokislotasigacha e, bo'lgan qismini hisobga oling deyapti. Demak, bunda quyidagicha yechim bilan ishladik. Demak, dastlab o'sha nechta aminokislota borligini topib olamiz. Ya'ni 106 nanometr bo'lsa, 0,1325 ga bo'lsak 800 ta aminokislitalar kelib chiqyapti bu yerda. Demak, aminokislitalardan biz nukleotid topib olishimiz mumkin. Ko'paytiryapmiz. 2400 ta informatsion renkada bo'lsa, endi bitta bitta stop kodonni hisobga olish kerak. Stop kodonda shu 3 ta nukleotid bor. Shuni hisobga olsak, 2403 ta nukleotid bo'lyapti. Bu informatsion renkada. Endi masala shartida informatsion renkani 3dan 1 qismini, ya'ni bu joyda informatsion renkani 3dan 1 qismini guanin tashkil qiladi degan. Demak, aynan informatsion renkada nechta guanin borligini topib olishimiz mumkin. Bunda 800 bitta guanin. Ya'ni mana 800 bitta guanin informatsion renkadagi. Xo'sh. Ya'ni mana 800 bitta guanin topib oldik informatsion renkadagi. Hop. Bunda renka DNKning ikkinchi zanjiridan hosil bo'lgan degan, ya'ni mana. Shunda biz renkaning ikkinchi zanjiridagi sitozinni hisoblab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni guanin sitozindan hosil bo'ladi, ya'ni. Guanin 800 bitta bo'lsa, demak, DNKning ikkinchi zanjiridagi sitozinlar soni ham 800 bittani tashkil qiladi. DNKning birinchi zanjiridagi guanin ham kelib chiqadi bunda 800 bitta. Endi adenin. Endi biz DNKni hisobdan hisoblab olishimiz kerak bu joyda. Xo'p, yana bu joyda mana. Birinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin 900 ta va bu 60% tashkil qiladi deyapti. Demak, mana birinchi zanjirdagi adenin 900 ta, birinchi zanjirdagi 900 ta bo'lsak, demak, ikkinchi zanjirdagi timin ham kelib chiqadi 900 ta. Endi quyida mana 900 ta bo'lganda shu necha foizga to'g'ri kelyapti? Shu 60% ga to'g'ri kelyapti. Biz qolgani 40% qancha qilsak, birinchi DNKda kelib chiqadi, ya'ni 600 ta. 600 ta. 40% qancha qilganimiz demak, yana meni bu joyda kelib chiqyapti. Ikkinchi zanjirdagi adenin ham kelib chiqdi. 600 ta, ikkinchi zanjirda 600 ta bo'lsa, demak, birinchi zanjirdagi timinlar ham 600 tani tashkil etadi. Demak, shunda renkani shu qolgan ikkala nukleotidni hisoblab olishimiz mumkin. Ya'ni timin 900 ta bo'lganda ikkinchi zanjirda u undan, ya'ni adenin hosil bo'ladi. Renkada 900 ta adenin. Adenin 600 ta bo'lganda uratsil ham o'sha 600 ta bo'ladi. Uchalasini qo'shsak, qo'shganimizda qo'shib turib, demak, 2403 dan ayirsak, aynan sitozin kelib chiqadi. Sitozin kelib chiqadi. Demak, ayirganimizda 102 ta sitozin kelib chiqyapti. Sitozin 102 ta bo'lsa, aynan u DNKning ikkinchi zanjiridagi guanindan hosil bo'lgan. Guanin 102 ta bo'lsa, demak, sitozin 102 ta kelib chiqadi. Endi quyidagilar asosida berilganlarni topib ko'ramiz. Demak, DNKni birinchi zanjirdagi sitozinlar soni nechta deyapti. DNKni mana birinchi zanjirda sitozinlar nechta bo'ldi? 102 ta. 102 ta bo'ladi. Ee, 102 ta.
Endi renkadagi urotsillar soni hisoblang deyapti. Renkadagi urotsil nechta bo'ladi? Renkadagi urotsil renkadagi urotsil nechta chiqdi? 600 ta. Vodorod bog'lar. Endi bu xatolar yozilgan ekan. Vodorod bog'lar soni nechta bo'ladi? Endi vodorod bog'larni guanindagini hisoblasak bo'ladi. Masalan, qanday hisoblashimiz mumkin? Masalan, nukleotid plus e, guaninni qo'shganimizda, DNKdagi guaninni qo'shganimizda kelib chiqadi o'sha vodorod bog'lar. Endi DNKdagi nukleotid nechta bo'ldi? DNKdagi nukleotidni hisoblaymiz. Demak, mm, bitta zanjirda sitozin 800 bitta, timin 900 ta, bitta zanjir o'zida, adenin 600 ta, keyin 102 ta bor. Shuni jami nechta bo'ldi? Nimadan hisoblasak ham bo'ladi, to'g'rimi? 4000 renka shuni DNKga o'tsa, 2403 ta bo'lsa, demak 4806 ta bo'ladi. 2403 ta chiqadi bitta. Ikkala qo'sh zanjirda bo'lsa, yana shuncha bo'ladi. Plus 2403. Shundan keyin 4806 bo'ladi. Endi 4806 ga plus guanin nechta? Guaninlar umumiy nechta? 102 ta bitta guaninu, keyin bitta 800 bitta. Qo'shsak 903 ta bo'ladi. Plus 903. Demak, kelib chiqadi. Xo'sh, 903 plus 4806. 6 demak 5709 ta bo'ladi. Demak, to'g'ri javob vodorod bog'lar soni nechtasi? Shunda 5709 bo'ladi. Demak, shu asosda ishlab borilaveradi.